Biz Jedar hazillar ko'rsatuvdamiz. Hozir biz har xil odamlar bilan savol-javob o'tkazamiz. Qani ketdik. Assalomu alaykum. Assalom. Siz bilan savol-javob o'tkazsak bo'ladimi? Mayli, bemalol. O'zbekiston bilan qaysi davlatlar chegaradosh? Qirg'iziston, Qozog'iston, yana Xitoy. Ma'no qani? Oq balki qora bo'lib chiqib, qora oq bo'lib chiqsa-chi? Shu shekilli hozircha. Hozir ish bilan uncha esimda ham yo'q. Ha, bilmadim degin. Bilmasang nima qilib ishlamay sandrala yuribsan? Chiroyli qizlarkansiz. Qarang, qizlarda ikkita, sigirlarda to'rtta. Qanaqa ichimliklar yoqtirasiz? Ichimliklardan Fusti yoqadi, Dina yoqadi. Xo'p, onangizga qachon yaxshi ko'rishingizni aytdingiz? Onamga kecha aytganman. Kecha tug'ilgan kunlari edi-da, shuning uchun. Вот это поворот!